Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 19-may sanasida sizlarga zo'r foydali video chiqaramiz, xudo xolasa bugun. Xo'p, bugun biz bu uzum qalamchalarimizni yerga ekkanmiz mart oyida, ro'za oyida. O'shalar sizlarga ko'rsatgandim oldin. Qanaqa qilib ekishlardi, qanaqa qilib suqishlardi. Mana xudo xolasa pashti bateriya bo'lmasdan ko'kladi. Bularda bugun biz ikkitadanligini bittadan qoldirib, mana to'qalavdi boshladi endi xolos. Ikkitadan, uchtadan chiqarib olganlari ham bor. Chunki qalamcha baquvvat edi. Mana bittadan qoldirib qo'yilsa, yakkalab juda chiroyli bo'lib balandga o'sadi. Ko'chatlar bular sotuvga tayyorlangan avatar, manicure finger va 3-4 xil uzumlar assortimenti bor. Ular bularda xudo xolasa kuzgi ko'chat uchun tarbiya qilyapmiz. Azizlar, bugungi videomiz bu yil bahor issiq keldi. Ko'pchilik uzum ko'chatlarini, niholchalarini sotdik. Yaxshi rivojlanmayapti. Nobud bo'lgan yo'q-u, lekin o'sishi past. Shu savolga o'zimni tajribamdan o'tkazgan holatda bilimim boricha sizlarga bugun video davomida ko'rsatib o'taman va qilingan payvandlarimiz bor edi. Boshqa o'tgan safar qo'ygan payvandlarim emas, boshqa payvandlar bor edi. Ularni ham hozir qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Azizlar, kanalga bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kimni uzumlari qanchalik holatda bo'ldi? Biznikilar oldi 1,5 metr bo'ldi. Mana shu qalamchani yerga suqilganlari. Bo'lmasam videoni boshladik. Xo'p, azizlar, bu ko'rib turganlar bu tuvakchaning ichida nima deyishlar mumkin? Bu eski uzumni kesib tashalgan. Shundaycha bor edi, mana shundaycha bor edi. Kesib tashab, o'zimiz mahalliy uzumlar Lamborghini'da iskana payvand qilingan. Iskana payvand qilingan. Bu iskana payvandni agar ushab ketsa, natijasi o'ta baland bo'ladi buni. Bu o'zimning taxminim, hozir turpoqning ichida turibdi, bu ko'ringan-yu, ikkita ulanganman o'zim. Bular rivoji sal pastroq. O'zimning taxminim bu tomir chiqarib, tomirdan yuryapti deb o'ylayapman. Chunki tagi ko'rinmaydi. Agar bu iskana payvand olib ketgan bo'lganda, bundan ko'ra ancha natijasi baland bo'lardi. Hozir 1,5 metrga borgan bo'lishi kerak edi. Bu o'zim taxminim shu, mana shu yerdan tomir, o'zidan tomir chiqarib, tuprog'i borligi uchun boshqa ko'chat bo'lyapti endi. Boricha mana shu. Bu eng past ko'rsatkichimiz. Sizlarga hozir zo'r natijalarni ko'rsataman va foydali maslahatlar beraman qo'limdan kelgancha. Azizlar, bu nima deyishlari mumkin? Qora setka. Buni endi mana ochamiz. Hozir videoda oldin sizlarga ko'rsatdim. Tuvakchada. Bu ham mana xuddi shunaqa tuvakchada. Bu tuvayda o'ziga ekilmagan bu. Ma'lumotni aytaman, bu yerda 3 yillik va 3 yillik, 4 yillik uzumimizni kesib, uzumga iskana payvand qilingan mana. Iskana payvand tepasiga una tuproq tortib, namlikni saqlash uchun shunaqa tuvakka o'xshagan bir idish qo'yib qo'yiladi. Menga ko'proq suv quyib turilsa, namlik xullas qochmaydida, o'shanda payvand olib ketish osonroq bo'ladi. Bu uzumni bilganlar bormi? Mana yaqinroqdan ko'rsataman. Mana. Bu uchida qizg'imtal unaqasi ham bor. Rangi shunaqa bo'ladi. Bu iskana payvand bo'lgan. Bu olib ketdi, ikkita qilganmiz, bittasi oldi, bittasi nobud bo'ldi. Bu mana shu haqiqiy o'zidan amal olyapti. Uzumni tagidan amal olib, shunchalik darajaga keldi. Bundan oldingi ko'rsatganim, u adashmasam shu o'zim taxminim, shu o'zi yangi nima chiqardi ular. Mana shu eng qimmatbaho uzumlardan kim bilsa kommentariyaga yozib ketsin. Qimmatbaho uzumlardan bo'ladi mana. Ularni o'zimiz kaltagini olib keyinchalik ko'paytirish uchun payvand qilganmiz. Payvandda tez o'sib, tez kaltay suradi va kaltaylarni ko'proq pishira oladi. Holat hozir buni aytaymi, 30-35 sm bo'ldi. Xo'p, azizlar, buni payvand qilganimizdan keyin bu yil aytganimdek bahor issiq keldi, rosa ham issiq keldi. 40-45 gradusgacha issiqlik baland bo'ldi. Shuning uchun biz mana bunaqa mana hozir ko'rsataman. Bu o'zimiz uyimizga uzumlarimiz o'shalar orasiga qilingan. Xo'p, men yerda 4 ta yog'och suqqanman mana. Yog'och suqib, mana bunaqa mana magazinlarda mevalarni korzinkalari bor-ku. Xuddi shunaqani ustiga qo'yganman. Nima uchun qo'yganman? Bu
issiqni ancha oladi. Mana orasida ola-ko'langa bo'lib turadi. Endi buni hozir biz olib tashlaydigan paytimiz keldi. Nimaga desalaring, olib tashlamasak, mana u o'sib kelib, mana unga tiraldi. Mana uni tepasiga tiraldi. Holati zo'r bo'lib qoldi. Endi bu oftobga, oftobga ham chidamli bo'lib qoldi. Bemalol tashqarida turaveradi. Yog'ochga baylab sekin valishimizga tortib olib chiqaveramiz. Mana azizlar, uzum ko'chatlarida ekkanlarga, misol tuvakchada ham sotdik. O'shalar ham o'sishi past bo'lsa, xuddi shunaqa mana bunaqa korzinkalardan olib kelinglar, magazinda sotadi. Bekorga ham bersa kerak bunaqani. Mana shunaqadan olib kelib, bunaqa teshiklari bor, to'rov tarafida 4 ta yog'och suqib, ustiga salqin qilib qo'yinglar va namligini yaxshi ushlab turinglar. Uzum ola-ko'lanka salqinda o'zini ancha tutib oladi. Bitta uzumimiz bor-ku. Mana bu ham o'zini ancha tutib oldi, bunikini olib tashladim mana. Hozir bu holati 1,5 metr mana. Mana shunday yoshlar salqin qilib olib chiqqanman. Bu endi gulxonamizga ekilgan. Mana. Bular mashlar endi unda xolasa ketdi. Tepaga chiroyli qilib tortib olib chiqamiz bularni. Va bu yil ancha kaltayini pishirib oladi, chunki hozirgi holati ham zo'r o'zi. Xo'p, keyin azizlar mana bunda ham uzum bor. Bular yangilik uzumlar. Qator olgan olalmadim, mana ko'rsatib ko'raman ishda. Bu ular hozirgi holati mana 20 sm, 25 sm. Holati zo'r turibdi. Issiqdan himoya qilgani mana uni qo'yganman mana. Keyin yana bitta ana uni ko'rsataman. Mana bitta qalamcha, bu ham shu noyob sort bor-edi mana bu yerda. Qalamchani o'zini suqqanman shunday. Va ustini shunaqa bilan o'rab qo'yganman. Hozir sizlarga ekkan ko'chatlarimizni ham ko'rsataman. Xo'p, azizlar, mana o'sha bu yil bahorda sotilgan salafan tuvaklardagi ko'chatimizning holati. Buni qachon ekanman? Adashmasam 10 kundan o'tdi. 10 kundan o'tdi mana. Maytdan bag'i yangi qo'shilgan mana. 10 sm yangi qo'shilgan. Bular endi yerga joylashishga ham 10 kun, 15 kun vaqt ketadi kamida. Yerga ekkaningizdan keyin shunday ertasidan yo 2 kundan keyin bu o'sib rivojlanib ketmaydi. Buni o'zdan sizlarni unaqa korzinka olib kelib ustini yopishimiz kerak edi. Mana mashqa qator qilib yangilik bular, hammasi yangilik uzumlar bular. Bularda kaltagini olish uchun, ishonchliligi uchun o'zimiz mashqa uyimizga ekkanman. 1,5 metrga bittadan qilayotganman. Bulardan kaltay olamiz xohlasa, yangilik uzumlar. Xo'p, azizlar, buni mana shunaqa holatdagi ko'chatlarda, niholchalarda ustini korzinka bilan o'raylar. Bu eng samarali yo'l va namligini yaxshi ushlab tursalaring, xudo xolasa tagiga biogomoslarni solib, bular tagiga aytmoqchi, torfga ekkanman. Torfga ekkanman. Biz ko'chatimizdan qolgan torflarga torf zo'r ozuqalantirib beradi, biogomos ham zo'r effekt beradi. Namligini bir xilda ushlab, tepasini soya qilinglar. Shunda yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Buni shunday qoldirgandan ko'ra ustini o'rab chiqilsa, effekt zo'r bo'ladi. Endi bularga o'zim endi bugun bo'shadim, bugun dam oldim ishdan. Bugun bularni xudo xolasa hammasini ustiga soya qilib chiqaman imkon qadar. Bizda ko'chatchilik yo'nalishi asosan ko'pchilik biladi. Yaxshi ishonchli ko'chatlarni yetkazib chiqarib xalqimizga beramiz. Shu ko'chatlarimiz bugun oxirgilarini beryapmiz, xudo xolasa. Polonia ko'chatlarimiz, uzum ko'chatlarimiz. Bizda keyin mana bu daraxt soyasi 10largacha bularga tushib-tushmay shunaqa bo'lib turadi. Javobda qolib ketgan yo'q. Oftop joylarga ekkanlarga maslahatim yana bir marta takrorlab o'taman. Ustini salqin qilib, namligini yaxshilab bering. Bularga dori-pori unaqa narsa solish shart emas. Dori bu kichkina ko'chatlarni nobud qilib qo'yadi. Selitra, karbamid, shunga o'xshagan dorilar bularni nobud qilib qo'yadi, chunki bular juda yosh. Shuning uchun sizlarga maslahatim, namligini yaxshi ushlaylar va ustini salqin qilinglar. Azizlar, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib ketamiz va kommentariyaga o'z fikrlaringni qoldirib ketinglar, chunki biz uchun qiziq bu narsa. Kimda qanaqa natija? Yangi ekkanlar, misol bizdan ham ancha ko'chat olganlar bor va boshqalardan olganlar bor.
Shular ham holatini bir kommentariyaga yozib ketinglar mana. Bizdagi holatlar shunaqa mana. Bir qarishdan o'tdi. Mana shu bir qarishdan o'tibdi mana. 25 sm atrofida. Bular yerga endi o'rnashdi mana. Shu qizarib turibdi. Mana shu uchlari, mana shular yerdan amal olgan joylari mana shular. Yerdan amal olgandan keyin surgan kaltagi. Bular hali xudo xolasa yil davomida ham ko'rsataman. Natijalari xudo xolasa zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Ba'larda ham bor. Mana shunaqa bo'lib kichkina bo'lib turganlar bor-da. Bizda Telegramimizga tashlab berishyapti, ko'rinchi nima qilish kerak deb. Mana bular ham yangilik uzum. Xuddi shunaqa natija bo'lib turgan bo'lsa, sizlarga maslahatim shunaqa tepasini salqin qilinglar, namligini yaxshi ushlaylar. Eng zo'r yo'li shu. Buni dori berib kuchaytiraman deb nobud qilib qo'yishlari mumkin, to'g'risi. Dori bersam yaxshi bo'lsa-da deb. Dori bunga dori berilmaydi. Faqat o'zi katta bo'lgandan keyin vaqti bilan dori berib turilsa yaxshi bo'ladi. Taraflariga ham polni ekilgan. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.